Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men Xalq tabobati assotsiatsiyasi a'zosi Samatov Otamurodman. Ko'p insonlar tomog'im qirilyapti, nafas olishim bo'g'ilyapti, podyomga chiqsam, ikkinchi etajga chiqsam havo yetishmayapti, yuragim tez urib ketyapti. Har xil kasalliklar bilan murojaat qiladi. O'shani hozir bir qaror qabul qilib, nimadan bo'ladi. Bizda insonlar ko'p vaksina olgan, koronavirus bo'lgan, asoratlari qolyapti. Nafas olish yo'llari bronxa shamollab ketadi. Shamollash qanday bo'ladi? Sovuq havoda ko'p yursa nafas olib. Men o'zim ham xizmatda 10 kilometr yurardik. Ertalab spetsnazda xizmat qilganim uchun har doim qishda, yozda ham 10 kilometr, kechga ham shu maska taqib yugurmasam shamollab ketardi. Kechqurun yotsam o'pkam chiylab qolardi. O'shaning uchun 20 yil xizmat qildimda, sirazi shartnoma to'lgandan keyin nafaqaga chiqdim. O'sha sababi o'pkam chiylab, bu kasallik menda ham bo'lardi. Hozir ham bor, qanday qilib davolab turaman o'shaning uchun. Bronxa shamollashi. Bu ko'proq sovuq suv ichamiz, terlab kelib, marojniy yeymiz, kola, fanta, muzda narsalar ichganda qizil o'ngachdan o'tib ketadi, hamda qizil o'ngach bilan traxeya, nafas olish yo'li bir ikkalasi hamda qo'shilib turadi. Muzlaganda qizil o'ngach ham shamollaydi, traxeya yo'nalishi ham shamollaydi. Endi biz issiq choy, issiq sho'rva, issiq suv ichganimizda qizil o'ngach ma'lum miqdorda tuzalib oladi, lekin nafas olish yo'li tuzalmaydi. Mana rasmda ko'rsataman. Mana nafas olish yo'li bo'lsa, mana o'pka ketadigan traxeya yo'nalishi o'ngga chapga ketyapti. Mana bu ko'proq shamollab qoladi. Bu shamollagandan keyin balg'am chiqaradi. Balg'am tomoqqa keladi. Tomoq mana bu holatda turganda klapani qichitadi. deydi, tushib ketadi, 5 minutdan keyin yana chiqadi. Yana tupurishsa ozroq chiqishi mumkin, chiqmashi mumkin. Bu narsa asta-sekin yig'ilib nima olib keladi sizga? Havo yetishmay qoladi. Chunki mana traxeya yo'nalishlari shamollab, balg'am ko'payib ketgandan keyin qisqarib qoladi. Siz ikkinchi etajga chiqsangiz halsirab qolasiz. Xuddi yurakka tez urib ketadi. Keyin yurak bir tashabam urishi mumkin, vahimaga tushib qolasiz. Kislorod yetmagandan keyin yurakka boshqa kislorod yetmaydi. Odam asabiy bo'lib qoladi, ruhi tushkunlik bo'ladi, charchoq bo'ladi, holsiz bo'ladi, xuddi o'likanga o'xshab vahima, panikaga tushib qoladi. O'shaning uchun nafas olish yo'lini bizlar tozalashimiz kerak. Buni tozalamasangiz, keyingi kasallik sizda yurak kasalligi bo'lishi mumkin. Infarkt bo'lishi mumkin, arxemiya bo'lishi mumkin, ishemiya holatlari bo'lishi mumkin, yurak tez uradigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Mana ko'plar yuragi tez urib ketadi. Nega deganda kislorod yetishmaydi. Mana shu narsani tozalash kerak. Biz nafas olish yo'li. Birinchi yo'li bizlar tabobat bo'lgani uchun nafas olish yo'lidan hijoma qilamiz. Mana nafas olish yo'li oldi tomoni, ko'krak qismi, oshqozongacha va orqa tomon, o'pkani atrofi hamda buyrak. Bu narsa buyrakdan ham ko'proq beradi. Buyrak ham shamollasa nafas olish yo'liga beradi. Nega deganda nafas olish yo'lida limfa drenajda tiqilib qolgan venoz qonlar ko'payib ketgandan yurak sanchig'i bo'lishi mumkin, ko'krakda og'riqlar bo'lishi mumkin, achish bo'lishi mumkin, vahima bo'lishi mumkin. O'sha narsalarda hammasini yo'qotish uchun bizlar birinchi o'rinda hijoma yo'nalishi, ikkinchi o'rinda shu qo'y tikan bor, qo'y tikanni qaynatib ko'proq ichish kerak. Tibbiyotda ko'proq bular shu tuberkuloz mansasiga yotqizdiradi, efilin oladi, u yerda sintetik dorilar bilan oqiladi. Ma'lum miqdorda yaxshi bo'lasiz. O'sha dorini 24 soatdan keyin ichmasangiz, yana shu holatga tushib qolasiz. Mana bitta bemor keldi, yil 12 oy shu bansada yotaman deb, men u bansani yomonlamoqchi emasman. Endi vrachim aytibdi dedi, o'lasi endi tayyorgarlik ko'raverib, o'pkani chiylab qolgan deb jo'natib yuboribdi. Bechora ayol ruhi tushkunlikka tushib, uyiga borib chilyosini o'qitib, hammasi bilan xayrlashib, o'limini kutib yotgan ekan. Keyin eri kelib qoldi, xo'jayini hijom oldi, boshqa bo'ldi. Keyin xotinim shunday mazasi yo'q, davolasa bo'ladimi dedi. Bo'ladi, 1 soatda davolab beramiz dedi. 1 soat ham ketmaydi deb, otday bo'lib ketadi. Keldi, xotinimga aytdim, davoda nafas olish yo'li, orqa buyrakdan hijoma qildi, hammasi yaxshi, bitta ikkita giyoh berib, shundan keyin yaxshi. Endi kim o'lishini Allohga ma'lum, faqat biz tuzalmaydigan narsani iloji bor, faqat tuzatadigan odam topolmaymiz ko'proq. O'shaning uchun kimda bronxa muammo bo'ladi, shu tiqilib qoladigan tomoqqa, tomoqda buxoq bo'ladigan bo'lsa, mana shu yurak tez urib ketadigan bo'lsa,
tupoy sanchiq bo'ladigan bo'lsa, ko'krakka beradigan bo'lsa, bu hamma narsani davolashda iloji bor. Bitta hijoma yo'nalishi bilan yana bitta ikkita giyohlar bilan davolab beramiz. Bizning manzilimiz Jizzax shahar Madad shifo klinikasi. Telefon nomerimiz 91lik 208 98 68. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ko'p insonlar aytyapti, sertifikatingiz bormi? Ha, mana sertifikatim ham bor. Litsenziyangiz bormi deydi. Ko'p insonlar mana litsenziyam ham bor. Bemalol kelib davolanishingiz mumkin. Hozir ko'p bu to'g'risida boshqa hijomatchilarga borib ko'krakdan hijoma qilasanmi desangiz, ko'plarda litsenziyasi yo'q, sertifikati yo'q. Bunda mutaxassisligi, bilim saviya darajasi yetishmasligi uchun ular qilmashi ham mumkin, qo'rqishi ham mumkin. O'shaning uchun qaysi viloyatda bo'lsangiz, shaharda bo'lsangiz, shu o'qigan, litsenziyasi bor, sertifikati bor mutaxassislarga borsangiz, ular ham davolab berishi mumkin. Xaritasini mana telefondan olasizlar, syomka qilasizlar, o'sha nafas olish yo'limga deb qo'ydirsalaringiz, sizlar ham tuzalib ketasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.